2 oylik mogo bilan go'shtni mavsul bo'yicha qo'rsak, manchalar o'xshab ketadi deb o'ylab boqmabdi ekanman. Bu bulupmi mifam bilan yeyishga alomat emas keladi. Amsi yurakdan birini besib qo'llab qo'yinglar, qilish usuli nihoyat oddiy, bir qatam ko'rsam o'rganalaysizlar, amsi yurish boshlab ketdi. Avval bir joni 3 ko'dan setib olgan mogoni suratdagidek mushallatda tutib olib, kala go'shti yoki qo'y go'shtini yalpaqalas to'g'rab olgandan keyin go'shtni bir tamlandira olamiz. Ustiga oz miqdorda tuz, oqmoch, bir qush kraxmal va xo'rozni tuxumidan bir tal chiqib, asti-ustini to'liq aralashtirib etib, chuchigan maydan yana oz miqdorda qo'yib, yana birini aralashtirib 10 minut qo'yib tamlandiramiz. Ko'k qizil laza, zanjivil, so'mpiyaz, samsaqlarni to'g'rab olgandan keyin qozonga suv qo'yib qaynaganda mogoni solamiz. Buni bir qaynatib suzib olib, ravra so'g'oq suvga solib bir chayqab etgandan keyin qo'limiz orqali chang siqib suv miqdorini pakiz saqit etib suzib olamiz. Amiz tayyorlik bitti, qo'rish qotib ketdi. Qozonga Ispaniyadan import qilinib 100% saf holatda ishlab chiqarilgan El Norino zaytun mayda muvofiq miqdorda qo'yib, may 50% qiziganda go'shtni solib, uzoqroq qo'rib, go'shtni bir qator pishirib olgandan keyin zanjivil, so'mpiyaz, samsaq va oz miqdorda shamilyan solib, birdan qo'rib, bir xil mizlik etib chiqdi. Ondan oila chanavargan xushpuroq lazjangda bir qo'shiq va mogoni solib 10 sekund atrofida to'xtamay aralashtirib qo'rib, lazjangning rangi va ta'mini to'liq chiqaribla. Ko'k qizil lazini solib, oz miqdorda kavachini solib, davomli yana 10 sekund atrofida to'xtamay aralashtirib qo'rib, laz bir qadar yumshagandan keyin oz miqdorda tuz, vejing solib, yana davomli bir nechta aralashtirib qo'rib, yo'l kraxmaldan oz miqdorda berib, suyni bir xil qo'yildirib etgandan keyin shakliman mushalat keladi, ondan taqsigilib iste'mol qilishni boshlasak bo'ldi. Moshnoga o'xshash nihoyat yaxshi mazmunlarni chiqarib bersa, har qatim maqsad yuraklarni besib, pinglar roniga gullarni ko'plab yo'llab qo'ygan tuqqanlarga ko'pdan ko'p rahmat aytaman. Shu tuqqanlarimizning yurak bosgan qo'llaridan gullansin, amskilardan ko'rishaylik, xayr xo'sh.